Vatandaşlar leksiyalarımız ahırlaştı. Bugün Çislak 2020 yılı 11. ayının 13. günü hafta gücüme. Bundaq gep bulaylı. Bir gün yaki bir sotki üte ötmeyi bolğa iştaha siyaset sahasida yüzbege vakala. Mesela alaylık 11. günü Cungo Partiyası yaki Cungo Memleketli Halk Vekiller Kurultayı Şangan Hong Kong toğrusida bir karar maqıllab 4 nefer adamның Qanun Çıqırış Komitetidagi salohiyatini elib tashildi. Qanun Çıqırış Komiteti yana boshqa demokratchil 15 nefer kishi shu hamon iste'fo berdi. Demak, hozirdan aytganda Hong Kongda atalmish bir davlatda ikki xil tuzum uzil-kesil tugashdi. 12. kuni ikkinchi vaqa Uyg'ur jamiyatining a'zolari Amerikada, Washingtonda Xitoy bosh elchixonasining oldida bayroq chiqardi. Uyg'uriston jamhuriyatining bayrog'ini chiqardi. Xodig'i chiqardi. Bu tarafda Xitoyning bayrog'i bayroq hodisida lapildab turadi. Bu tarafda Uyg'uriston jamhuriyatining ko'k bayrog'i hodisida o'zining hodisida lapildab turadi. Bu bir ko'rinish, simvollik emas, balki naq ko'rinish. Diyaloglik emas, qarama-qarshi ko'rinish. Yoki mundaq aytganda sana biz ko'rishib qo'yamiz, bu ishni bugun qildik, tarixning bir kunida yoki bir musofasida biz cho'qib, yana shundaq bayroq chiqaramiz. Bu tugidimi? Endi 12. kuni Mike Pompeo, davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Tayvan Jungo'nun zemini emas, vassalam. Ben taza bugün kayfiyatim taza yaxshi emas, to'liq tahlil qilamadim, kechiringlar. Tugadi. Junhua imperiyasi tugadi. Jungnanxay imperiyasi tugadi. Komünist partiya imperiyasi tugadi. Men Jungnanxayga samimiy turib shundaq bir og'iz so'z qilayki, yaxshisi hozir Xitoyning islohotchilari, siyosiyonlari, demokratchilari ta'kidlayotgandek, siz mağnağa yol Gorbachevning yo'li. Gorbachevning yo'li va Gorbachev oxirida kollektiv yoki Bolsheviklar partiyasi kollektiv iste'fo bergandek, Jungnanxaysiz ham kollektiv iste'fo berish. Boshqa yo'l yo'q. Tugidi. 70 yillik diplomatiya tirishchanligingiz tugidi. Amerikaga yaxshichoq bo'lish va yoki Amerika bilan dushmanlashish dan iborat mushundaq ziddiyatlar ichida turib kelgan Junhua imperiyasi, Junanxay imperiyasi tugidi. Biz shundaq aytamiz. Dal shundaq vaqt yana yuz bergan bir xatira, nima va bir xatira deganim kechiringlar. Bir ish, siz Jungo Kompartiyasi hozir Amerikada saylan bo'layotganda. Saylanning natijasi tahi e'lon qilinmay turgan shundaq bir paytda bu yerda bir bo'shliq, ya'ni tahi hukumat muqimlashmagan bir bo'shliq turayotgan shundaq bir paytda Shanghai Hong Kong to'g'risida yuqoridagi qarorni chiqarganligingiz yangidan saylangan va o'zini prezident deb e'lon qilgan Joe Biden prezidentligidagi hukumatning Aqsirayga ko'raman deb tayyorlik qilayotgan shu bir paytida Hong Kong to'g'risida yuqoridagi qaror e'lon qilishingiz to'lama manmanlik, to'lama ko'ranglik, to'lama o'zini chaqlamaslik, to'lama o'zini qayerda qo'yishni bilmaganlik emasmi? Junanxay siz uchun aytganda bu his qilolmaysiz. To'g'ri tushunolmaysiz. Davlat bilan davlat o'rtasida hatto urush bo'layotgan davrda diplomatik munosabatda bunday qo'pollik bo'lmaydi. Jungo hukumati Junanxay shuni bilib olinki, urush davriga kirib qolgan ishki hukumat bo'lsa-mu, diplomatiya asosida bunday qo'pollik bo'lmaydi. Siz qo'pollik qildingiz. Oxirida shuncha kundan beri saqlab kelayotgan odam yana aytganda Amerikada prezident saylamining bir natijasi chiqmay turib, yoki Amerikada saylam komiteti bir qaror e'lon qilmay turib, bugun siz yana Joe Biden prezidentligidagi hukumatning qurilishini tabriklab telegram vatiniz. Bu mayli dunyodagi boshqa davlatlar qatorida ketadi. Lekin bu yerda oz to'la sezgi, nayt
inchiki sezgi noqtasından turib aytganda tunigan Davlat ishlar katibi Mike Pompeo dediki, Tayvan Jungoning zimini emas. Şunu bilan o'zingizni qo'yolmay qoldingizmi Jungnanxay? Tenab qoldingizmi Jungnanxay? Aldirab qoldingizmi Jungnanxay? Men shuningni so'zimning oxirida shuni deymanki, tugashdi. Jungnanxay imperiyasi tugashdi. Jungo kompartiyasining Jungoga hukmronlik qilishi tugashdi. O'z-o'zidan tugashdi. Buna aytdi, qarmaqi oddiy bir gap, lekin o'zingiz yaxshi tushunasiz. Davlat bilan davlat munosabatida bundaq fikrning qo'yilishini o'zingiz yaxshi tushunasiz. Men boshda aytdim. Davlat ishlar katibi Mike Pompeo Tayvan Jungoning bir qismi emas dedi, o'zi aytdi. Biz logikalik yoki mantiqlik o'ttira qo'yilgan bu fikrning logikalik yuzlanishi, logikalik tashnaligi va uning davomi, hajmi, kengayishi nuqtasidan aytsak, Jungnanxay Tayvan Jungoning bir qismi emas. Shundaq deyishga haqliqmizki, Tayvan Jungoning bir qismi emas. Tibet Jungoning bir qismi emas. Hong Kong Jungoning bir qismi emas. Uyg'uriston Jungoning texmo bir qismi emas. Logikani tushunamsiz Jungolik apandi? Men dedim juma. Men logikalik tahlil qilsam dedim. Logikalik analiz qilsam dedim Jungolik apandi juma. Davlat ishlar katibi Mike Pompeo Tayvan Jungoning bir qismi emas.